Inomjon Xitoy fabrikli kardiganlar 89.900 ga berilyapti. Albatta aka, mijozlarimiz maza qilishsin, mijozlarimiz manfaatlanishsin. Mashalloh. Okalar haqiqatan ham insonlarga manfaatli bo'lsa, bu aksiya haqiqiy aksiya bo'ladi. Okalar bundan tashqari jins shimni turetskilarni ham aksiyaga qo'yishibdi. Kelgan vaqtingizga afsuslanmasanglar, aksiyadagi mahsulotlar bilan yaqindan tanishib olamiz, qani ketdi. Okalar sifat qaranglar, qalinligi ham vashi zo'r ekan, men o'zimga ham yo'qdi. Bu отделda Xitoy va Turkiyada ishlangan premium kачестводagi ekspeditorlar bor. Bor yo'g'i 149 mingdan xarid qilishingiz mumkin. Okalar, mana narxini qaranglar. 379 ming so'm sotilgan ekan. Bu shimlarni hozir aksiyada bor yo'g'i 150 ming so'm xarid qilsanglar bo'ladi. Bu shim отделda 99 mingdan 150 minggacha shimlarni aksiyada xarid qilsanglar bo'ladi. Adashmasam turetskiy kashmirni yoqtirmaydigan erkak kishini o'zi bo'lmasa kerak. Chunki kashmir metralda ishlangan jenferlar bu eng sifatligi bo'ladi. 319 ming so'mdan sotishgan ekan. Hozir aksiyada bunga ham 50% teng yarim narxga xarid qilsa bo'ladi. Kurtkam yarashdimi ukam? Nimaga aynan kurtkaga e'tibor qaratyapman? Chunki bu do'konda qo'lingizga ushlagan kurtkalar 50% chigirma. Amir do'konini ko'pchilik yaxshi biladi. Tovarlarni ham eng premium klassidan olib keldi. Bekorga nomi Amir premium emas. Ayni qish mavsumiga mos oyoq kiyimlarga ham skidka e'lon qilindi. 39-40 razmerdagi qishki oyoq kiyimlar bor yo'g'i 199 ming. O'z isboti bilan faqat ota-onalar emas, farzandlarga ham chegirma e'lon qildi. Amir Kidis do'konida endilikda barcha manzilimiz Chortoy yo'li, Paxtaliq qo'li ko'chasining og'zida Orientir Qizil Zapravkani shino orqa tomoniga to'g'ri keladi. Okalar, biz sizlarni kutamiz. Sizlarga xizmat qilishdan biz mamnunmiz. Vaqtingizga rozi bo'lsanglar, hammaga rahmat.